Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Barchaga xayrli kun. Kecha kechqurun tayyorlab qo'ygandim. Bu kuchli oqartiruvchi krem. Endi yana yaxshilab aralashtirib, ingrediyentlar bir-biriga yaxshi singishligi uchun bir kun oldin tayyorlab qo'yaman. Shunaqa dam oldiraman, yaxshilab aralashtirib upakovka qilaman. Yuzdagi har qanaqa dog'ni ketkazib beradi. Otsoflar bilan tanishib, keyin zakaz qilsangiz bo'ladi. Qizlar bunaqa oqartiruvchi, dog'larni ketkazuvchi krem hech qayerda yo'q. Retsept sotilmaydi. Hozir upakovka qilaman. Hozir yaxshilab aralashtiraman-da, upakovka qilaman. Farqi yo'q, yuzingizdagi dog' nimadan tushganligi, tug'ruqdan tushganmi, ichki kasallikdan, ugridan keyingi dog'mi, hammasini ketkazib beradi. Juda ham ko'p tayyorlamayman. 10 tacha chiqadi mana shu krem. Sveji tayyorlab sotuvga chiqarib yuboraman. Xudo xolasa kecha zakaz qilganlarga bugun chiqib ketadi.